kafil bo'lish uchun ham taqiq qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni bu funksiyalarni yoqib qo'ysangiz, siz hech qaysi kredit oluvchi insonga kafil bo'la olmaysiz. Bu video aynan kafil bo'lib, keyin yaqinlari o'rtasiga sovuqchilik tushib qolgan, arazlashib qolgan insonlar uchun lifehack video bo'ladi. Odatda bilamiz, ko'proq davlat tashkiloti yoki rasmiy ish joyida ishlaydigan insonlarning atrofida insonlar, yaqinlari, o'rtoqlari kredit olishlari uchun ulardan kafil bo'lishlarini iltimos qiladi. Va natijada oradan biroz vaqt o'tib, qaysidir sabablarga ko'ra kredit olgan inson kredit to'lovlarini o'z vaqtida bajara olmay qolsa, kredit to'lovlari kafilning hisobidan avtomat yechib olinadi. Va bu biroz dilni xira qiladi. Ya'ni rejalaringiz buziladi, o'sha pulingizga reja qilib qo'ygan ishlaringiz qolib ketadi. Xullas, qanaqadir kichik-kichik muammolar yuzaga keladi. Agar siz kreditga taqiq funksiyasini yoki freeze xizmatini yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizdan kafil bo'lish uchun imkoniyat olib qo'yiladi. Ya'ni kredit beruvchi tashkilot siz haqingizda, ya'ni kafil haqidagi ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lganda, siz haqigingizdagi ma'lumotlar, ya'ni kredit tarixi haqidagi ma'lumotlar, sizning moliyaviy holatingiz haqidagi ma'lumotlar ularga ko'rinmaydi. Natijada ular siz haqingizdagi ma'lumotni ola olmagandan keyin sizni kafil qilib qo'yishga ruxsat berishmaydi. Va natijada siz hech kimga kafil bo'la olmaysiz. Bundan tashqari, agar u funksiyalarni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning nomingizga boshqa firibgarlar ham umuman kredit ola olmaydi. Bu videoni kafil bo'lib, boshi devorga urilgan yaqinlaringizga borib qo'ying, albatta kerak bo'ladi. Shunga o'xshash bank faoliyatiga doir qiziqarli lifehacklarni o'tkazib olmaslik uchun esa profilimizga obuna bo'lishni ham unutmang.